O'sha yoshligimizdagi zgushonkali oreshkalar esingizdami? O'sha yong'oqchalarni birga bir ta'mini beradigan, osongina qilinadigan pirogni hozir sizlar bilan tayyorlaymiz. Xamirlari pesochniy, shiriniyam me'daga tegmaydigan bo'lib chiqadi. Xamiri uchun eritilgan saryog'ni ustidan shakari solib, chimdim tuz paketidan tuxumni solib aralashtiramiz. Ustidan unni yaxshilab elab olib, razrixli solib, yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir olamiz. Pirogimizni zalivkasi uchun smetanani ustiga iriska zgushonkasini va tuxumlarimizni chaqib yaxshilab aralashtiramiz. Shunday holatga kelgandan keyin qolipimizga xamirimizni shu ko'rinishda yoyib, ustidan zalivkamizni qo'yamiz. Xohishga ko'ra yong'oqlar bilan bezatib 170 gradusda 35-40 minut pishirib olamiz. Xolodilnikda 2 soatcha sovutamiz.